Bugun sizlarni ish joyim bilan tanishtiraman. Kirganingizdan sizni reseption kutib oladi, registratsiyadan o'tasiz va keyin qabulga kirasiz. Xonamizga kirganimizda sizni chiroyli atmosfera kutib oladi. Bu shaxsan men taraflama yaratilgan bolalar uchun. Nima uchun? Чтобы xonaga kirganda bola doktorga keldim degan tushunchaga ega bo'lmasligi uchun. O'zim patsientlarim hamisha aytadilar, sizni yoningizga kulib kiradilar, chiqasi kelmaydilar, bog'chaga keldik deb o'ylaydilar deb aytadilar. Chunki bular bu yerda hazatib o'ynaydilar, chizadilar. Men shuni aytgandim, ona bilan konsultatsiya o'tirib olaman, onamni sinab olaman. Keyin esa bola moslashgandan keyin men o'sha bola yana borib, astaqini hammani tekshirib, полный осмотр o'tiraman. Ha, aytgancha, обязательно mamachkamiz shart emizib turganini men kuzataman. Agar xato turgan bo'lsa, shu yerda o'rgatib beraman. Konsultatsiyada maksimal darajada onaga va bolaga yordam berishga harakat etaman. Onani nochib turganini обязательно so'rayman. Chunki onani o'zini holati yaxshi bo'lsa, bolaga yaxshi yondashib biladi va yaxshi qarashga etib biladi. Konsultatsiyamda обязательно bolani burni tiqilgan bo'lsa, yuvib ko'rsatib beraman, чтобы ona uyda, uy sharoitida mustaqil ravishda o'zi yuvib bilishi uchun. Bu qo'rqinchli narsa emas. Zato bolangiz burnini yuvib, top-toza yuvib qo'yasizlar, dam olishi ongsat bo'ladi. Va sizlar yechida topmaydigan ma'lumotlarni, ona sutini ko'paytirish, prekorm, ya'ni birinchi ovqatni kiritish, uyqu rejimini, dorisiz dog'allashlarni, bularni bazaviy bilimlarni konsultatsiyada o'rgatib o'taman. Bog'cha va maktab bolalar uchun tezda charchaydigan, tez kasal bo'ladigan bolalarni profilaktik osmotr check-up etamiz. Bular juda xor qiladigan bo'ladi, qon kamlik bo'ladi, anemiya, ovqatni saylab yeydigan bo'ladi. Bu yerda biz jigar bilan, kapo bilan, JKT, ya'ni ichak sistema bilan полностью ishlaymiz va eng maxsusi pitaniya bilan ishlaymiz. Chunki kundalik ratsionda pitaniya zo'r bo'lsa, bu bolamiz ham ovqatdan vitaminlar biladi, ham dorilardan. Faqatgina dori bilan chiqib ketish yo'q. Konsultatsiyamizda oldindan navbat olib yozilib kelasiz, aytilgan vaqtda kirasiz va konsultatsiya 20-30 minut davom qiladi. Shuning uchun orqaing bo'lib kelinglar. Qistonmang. Meni yerdan topish mumkin. Klinikamizning adresi Shahar domla to'g'risi 7 avtobusning oxiri.